Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun hech bir o'tqizib yubormaydigan yaxshi video qilamiz. Bu video kimlarga manfaatli bo'ladi? Yosh ustalarga, yangi obyekt qurayotganlarga, santexnik ishlaridan yaxshigina ma'lumot beramiz. Hozir mana shu ko'rinib turgan bino uylari Ponni santexnik ishlarini boshlab oldik. Xudo xolisa santexnika kanalizatsiya qanaqa bo'lishini sizlar bilan ulashib o'tamiz. Mana holga kirish, birinchi etajda holga kirishda o'ng qo'limizda bitta sanuzelimiz bor. Oyog'i mana mehmonxona, mehmonxonaning tepasida ham sanuzel bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana Ponni kanalizatsiya ishlari bo'ldi. Tepada sanuzel qismi bor. Kanalizatsiyani mana shunaqa shum ovoz chiqarmaslik uchun shum izolyatsiya qilib, ishlari akkuratniy qilib ishlandi. Hozir bu yoq qismini ham ko'rib o'tamiz. Bu yoqda mana oshxonamiz bor. Oshxonamizda ham bitta tochka bor. Glavniy joyimiz mana bu yerda mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana Ponni klipsoga ilib po'lat o'tlardan foydalanib qilingan kanalizatsiyamiz. Mana rakvina bu yerda, bu yoqda. Bu yoqda mana mustahab bu yerda mana bu ikkita nima desanglar, bu unitaz. Unitazni o'rtasidan перегородка tushadi, divar bilan bo'linib. Bu yoq mana yuqori etajga chiqib ketyapti. Ko'rsak, tiniqroq ko'rinadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu yerda tegi bo'sh, undan klipsoga qotirib, mahkam qilib ko'ryapsizlar, mana kasoy filtrlar, kasoy trayniklardan ishlatib, po'lat o'tlar bilan pavrotlarni bunaqasini qisqartirganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu yerda ham shundaylar ham o'rtada перегородка tushadi. Bu yoq alohida, yoq alohida. Bu yoq spanniy xonaga ishlaydi, bu yoq mana spanniy. Xudo xolisa obyektimiz yana to'liq tuplipollar bitganda ham video qilamiz. Mana buni tegini ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shinalar yasab, mahkam qilib, qimirlamaydigan qilib o'rnatib berdik. Bu nima uchun buni qildinglar deganlarga, kanalizatsiya qo'zg'ab ketmasligi uchun, mahkam turish uchun mana shunaqa metal xomutlardan foydalanib qilindi bu ishlar. Tepa holatini ko'rsatmaman, mana tepa holati. Tepa holatini ko'radigan bo'lsanglar, bitta mana Ponni po'lat o'tlardan foydalanib, bitta ham xuddi o'sha narsa bo'lgan. Ikkita mana ikkita unitazga chiqqan. Bu yoqda katta yuzli chiqib ketayotgan joy dimoxodga chiqqan. Yuqoridan ham qo'yib beraman. Bog'i mana rakvina, mana bu yerda avariyaviy trap bor bitta. Yoqda ham shu ana bunaqa dush, bu yoqda rakvina, bu yoqda mustahab bo'lyapti. Hozir bu yoqni ham ko'rsatib o'taman. Bu narigi xonamizda mana bu ham klipso ilinib, onno ko'milib, otdan chiqib kelib, yoqdan bitta sentralniy kanalizatsiya tizimi bor, o'shanga ulanib ketyapti. Ana bu 76 oshxonaga chiqqan, oshxonaga. Endi bu yoqni ko'ramiz hozir. Mana yuqori etaji. Mana bu yerda ham chiqqanimizda katta hol. Mana bu shu izolyatsiya qilib ishlangan sanuzelimiz tepasi mana shu bo'ladi mana. Bitta rakvina yo'q, kir mashina, avariyaviy trap, mana havo chiqishiga elitali ishlandi. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Hozirlarga nima ko'ratinglarmi, teshik qilib chiqarib qo'ygan bizlar. Tepasi yopilgan, havo bemalol chiqib ketaverish uchun. Endi bu yoqqa mana aka, yoqda dush bo'lyapti, bu yerda tog'rat bo'lyapti. Endi bu yoqdagi sanuzelimizni kanalizatsiya ishlari. Bu yoqda ham mana o'ng qo'lda rakvina bo'lyapti. Bunisi mustahab uchun, bu unitaz uchun. Endi mana bu yerdan перегородка tushadi. Mana bu cherdakka chiqib ketyapti. Mana aka ko'rayotgan bo'lsanglar,
Bu havo. Havo nima uchun kerak? Havo ikkinchi etajda обязательный shart. Nima uchun? Unitazdan 5 litrmi 6 litrmi suv birdaniga tushgan paytda o'shancha havo bemalol hech haqi to'sqinlik qilmasdan yuqoriga chiqib ketishi kerak. Bu narsa shuning uchun kerak o'rtoqlar. Bu narsani qilmasdan iloji yo'q. Mana bu yerda unitaz ketma-ketlikda ikkita bo'lganligi uchun bu yerda mana 100 talik chiqaribdi. Naryoqda unitaz yo'q, shundan 50 talikni chiqardi yog'ini. Yog'i ham, bag'iki ham ishlaydi. Yog'iki birinchi etajda mana ikkinchi etaj barobar ishlab qo'ygan paytda yog'dagi ham, bu yoqdagi ham ish beraveradi. Buni ham xuddi o'sha holatda tepasini teshib, yopib, bir qush kirmaydigan qilib cho'tki qilib qo'yganmiz. Bu yerda ham xuddi o'sha перегородкаning arasida qolib ketadi bu yuzli trubamiz. Ish ko'rayotgan bo'lsanglar, bir ham akkuratniy monaqa shpilklarni mahkamlab, qimirlamaydigan qilib, bir bizdan keyin ertib ustalar kelsa ham bir nima bo'lmaydi. Mazza qilib ishlaydi. Bu yerda rakvina tushyapti, bu yerda o'sha gigiyenskiy dush mustahabga. Bu yerda oddiy dush. Cho'milishga bo'lyapti shunda. Trubalarimiz qanaqa? Trubalarimiz Roster Plus yumshoq trubadan bo'ldi. Ustiga chiqib bossanglar ham hech narsa qilmaydigan, mana sinmaydigan truba. Shunaqa gaplar. Videoni Telegram, YouTube kanallarimizga qo'yamiz. Shuni yangi qurilish qilayotgan, yaxshi santexnik qidirib yurganlarga bemalol tashab qo'yinglar. Tavsiyalarimizni ko'radi. Misol ishi bo'lsa, telefon qiladi. Ko'rib bemalol murojaat qilishlar mumkin. Profilimizda nomerlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilib, mana shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilib o'sizlar. Hammaga rahmat. Xayr.